arab tili tilshunoslaridan bir Mutanabbi degan insonni bir qisqacha gapirgan edik. Keling arab tilida aynan shu insonni adabiyotda bir barmoq izini ko'ramiz. Bu inson o'zi aslida she'riyatda ishq to'g'risidagi she'rlarni yomon ko'radigan bo'ladi. Hattoki shu darajada she'r yozadiki, mimma adarra bi ahli al-ishqi annahum hawa wa ma arafu ad-dunya wa ma fatinu. Ya'ni bunda aytadiki, ishq egalarini eng ziyon qilgan narsasi shuki, ular quladilar, dunyoni ko'rmadilar va aqllarini ishlatmadilar. Tafna uyunuhum dam'an wa anfusuhum fi athari kulli qabihin wajhahu hasan deydi. Ya'ni ko'zliga nobud bo'ladi ko'z tomchidan va o'zligi ham bir xunuk bir kimsani chiroyli basharasini evaziga deydi. Bitta to'g'ridan to'g'ri o'sha kesatiq so'zlari bilan o'tib ketadi. Keyin bir muddat o'tadi va aynan shu muddatdan keyin shu katta tilshunos olim ishq dardiga mubtalo bo'ladi. Va ana o'shanda keyin shu yozgan she'rlariga afsus nadomat qilib yana bir boshqa she'r yozadi. Aytadiki, "Va azaltu ahlal ishqi hatta zuqtuhu." Ya'ni ishq egalarini bir yomonladim hattoki o'zim tatidim. Fa'ajibtu kayfa yamutu man la ya'shaqu deydi. Ajablandim. Yaxshi ko'rmaydigan, oshiq bo'lmaydigan inson qanday o'ladi, qanday bema'ni hayot deb aynan endi shu narsaga qarshi fikr bildiryapti. Va azartuhum va araftu zambi annani ayyartuhum. Men ularni uzrli deb sanadim va men gunohimni qattaligini bildim. Men bir paytlar ularni yomonlagan edim. Falaqitu fihi ma laqu. Ya'ni men ularni tatigan narsaligini men o'zim ham tatidim. Bundan xulosa biron bir narsada ayblamang. Birovlarning tushgan xatosiga kuni kelib siz ham tushishingiz mumkin.